lakin restoran ve toy çaylarga ortak maskelediğin manımandek terhamek sokak sayqılışı ögütüp koyma depte kalemlenip yaş hattını velanladısılar. Hazır biz iki tane terhamek bile okşıgan sokak sayta yerleşip başlayıp gitimiz ketterlik materyalla samsak ve iki tane terhamek. Onundaki şavmijav, piyaz, anadaki mavi kızıl kanış laza, zencevil, mavi çan saydırsılar. Onda olsa toğraşını başlayıp gettim ha dostlar. Bizim mavi appak kaçımız ustur toğrap selip alıma birinci kademde toğraydığımız mavi terhamekini bekçin akını etmeyimiz. Azırak elki vodu çok olur bağı şunlam elivesek buldu dostlar. Alaydı piçkın bilen sizlerge şu restoranda kılsanlarmı, toy çaylarda kılsanlarmı, maskeye gerek mana şunda dağınılık gül çıkarıp durup kesişini ögüt koyma dostlar. Terhameklerim toğrap oldum, hem de bunu kaçımız gelip alımız, yakın ekip koysanız kim? Mana appak kaçımızı mana şunda taşlıp alımız dostlar. Bunun tüpsüge hem de kanda kılımız degende kızıl xaniş lazımızı toğrap alımız. Xaniş lazımızı toğrap tayyor qilib oldik dostlar. Endiki navbatda mana bu aq piyozni to'g'rab selib olamiz. Piyozlarimizni to'g'rab tayyor qilib oldik. Endiki navbatda qanday qilamiz deganda zanjibilimizni to'g'rab selib olamiz. Mana aqlivaga apaq zanjibil. Zanjibilni ushaqroq to'g'rab etdim dostlar. Shaxsan men o'zim zanjibilni cho'ng hamalat chaynab selishni yaxshi ko'rmayman. Shunga shu o'quvchilarimning va yoki to'g'aq say qilib satqan shu bizning sinflarninki xaridorlarning eg'izig'ini cho'ng chiqib qilishni oldini olish uchun. Unda bo'lsa buni selib oldik. Mana üstülaplam selib oldik. Endiki navbatda Xiaomi javlarni selib olamiz ha dostlar. Xiaomi javlarni hal qisman nalab qilib to'g'risak bo'laverdi. Buning bir alaydi shakli yo'q. Xiaomi javlarni hal qisman qilib to'g'rib oldik. Buni ustiga solamiz ha. Endiki navbatda samsaqlarni ushaq holatda to'g'rib olamiz. Samsaqni ko'proq ishlatamiz jumla dostlar. Samsaq so'g'aq sayninki jon tomiri hisoblanadi. Samsaqlarimizni ezib yaqib oldik. Buni ustiga lakim elib olamiz. O'lchamlik holatda elib oldik. Endi buning ustiga nima solamiz deganda shangsay to'g'raymiz. Shangsayni cho'ng yo'g'on holatda to'g'raymiz. Dağınlıq çıkış gerek. Şansayının qattiq tarafini hazır salimiz yakın ekip koysanız kim? Mana şansay sağa vaqtda mana çöreldürüp selib alayla may bivas tushib olmaydi. Endi buning ustiga az miqdorda beyjima bizning shu xushparaq mizlik lazımızı selib olamiz. Mana do'stlar xushparaq lazımızda bu mana mushtaqroq miqdorda salimiz bekchaq selib etmaymiz. Uning ustiga beyjima selib olamiz. Teqidanmi shirin, teqidanmi mizlik chiqsin deb. Endi buning ustiga shangcho'jang yo'qdan az miqdorda beysu yeni oq ochiq suvdan az miqdorda quyib olamiz. Avval oq ochiq suv quyib olamiz. Bir bujikiga qo'yay do'stlar mana. Bir chumush miqdori oq ochiq suv qo'yamiz. Undan keyin bir 3 qo'shiqdan 4 qo'shiq miqdori shangcho'jang yo'q qo'yib olamiz do'stlar. Undan keyin bo'lib qolsa jumashang yo'qdimi bir 3-4 qo'shiq sep qo'ysak bo'ldi. Mizliq qilib beradigan eng muhim yeri. Endi buning ustiga lakin shu gradusi 180 gradus qizitilgan mayimizni qo'yib olamiz do'stlar. May qo'ygan vaqtda mayga bak diqqat qilinglar, cho'qim bak qizisin juma do'stlar. Mana do'stlar qaranglar, mana bu ustiga lakin qo'yimiz samsaqlarni ustiga qo'ysak, yerim pishiq, yerim ham holatda ajoyib payz jon tomurlargacha bordi juma do'stlar. Endi navbatda bir aralashtirib boqaylik. Qaranglar, vay. Ve şipeyze acayip peyz çıkıptı dostlar. Rang bulam, muşta bulam, purak deganning mayni quygan dikilla. Atrofga köp tarqaldi ha shogirdlarim. Mana qaranglar do'stlar, mana. Vah. Veshi o'xshaydi. Endiki navbatda buni qanday qilamiz deganda az miqdorda tuz serib olay do'stlar. Mana tuzni bekchaq serib etmaymiz juma do'stlar. Tuzni qo'lab qaz chataq chiqargan gap. Undan keyin az miqdorda oq shakar serib qo'yinglar. Bu oq shakar shu so'g'aq sayninki jon tomiri hisoblandi do'stlar. Mana to'liq holatda aralashtirib qo'ygandan keyin qanday qilamiz ustoz degan vaqtda do'stlar. Bizning mana qilib qolgan qoldi shangsayninki shu yumshoq tarafini serib olamiz va takshi aralashtiramiz. Yumshoqlangan holatiki shu shangsaylarimizningki uch tarafini serib oldik. Rang degandan ajoyib payz kelib ketdi do'stlar. Buni qanday qilamiz endi? Bizning yerga ummoq chiroyli taqsimimizga elib olamiz. Yaqin kelib ko'rsangiz ham. Ajoyib payz chiqdi do'stlar. Dağınılık qaranglar. Shunda payzi. Rang jihatim bulamdi, tam jihatim bulamdi, puroq jihatim bulamdi. Mana shunda o'xshagan so'g'aq saylarni men yetib baqsam bo'ladi deb ustam. Yeb baqsam bo'ladi deb ustam. Men sizning shu bozorliq turingizdan qachonliq qarsa o'tirat payda yo'lab ketadigan mushu turlaringizdan o'ginib o'z oldimga bir iqtisodiy qimmat yarasam bo'ladi deb ustam. Men sizning shogirdlaringizga o'xshash, men pul topsam bo'ladi, oylik kirimimni olsam bo'ladi deb ustam bergan do'stlar, qanday qilamiz? Mana mavi so'g'aq say darsga chiqib ketishdan avval qip-qizil yurkimizdan birini besaytib inkasada oyniga joy o'shib deb qoldirib qo'yamiz. Oldin qatim shu savzilan say darskimni chiqarib bersam 1.300.000 odam ko'ribdi. Ajoyib qo'shilib ketdim. Hammalarga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman do'stlar. Yana bir gap, shu zo'pinimni qanday qilamiz? Qattiq yuraklarni berib saqlab olamiz. Mayli siz uyda bo'lsin, mayli restoranda bo'lsin, mayli to'y chaylarda bo'lsin, yarışqa hisoblandi. Unda bo'lsa men sizni ayrim xonamda saqlayman.